Menda ham bitta fikr bor. Hozir mana Xitoyliklar mavzusi trendda, bizda ham mana shu polni mashtomonni Xitoyliklar egallab olgan. O'zi aslida Andijon shaharga mana 1 kilometr qolgan xolos. 2 kilometr nariyoqda Xitoyliklar bor. Mendagi taklif nimada desanglar, mana dinimizda hozir aniq matnlari esimda yo'q, lekin sen sababli bitta odam islomga kirib qolsa, dunyo va undagi narsalardan ko'ra yaxshiroq degani. Ya'ni hozir butun dunyoda qanchalik boylik bor. Ana shu narsa siz sababidan islomga kirgan odam uchun sizga beriladi. Mana ota-bobamiz ko'p joylarga xulqi, dini, ilmi sababidan ko'pchilikni islomga kirishligiga sababchi bo'lgan. Bizga bular o'zi kelib qopti. Shunidan foydalanib, bularni ham islomga chaqirib, islom diniga kirishligiga sababchi bo'lib qolsak, qanaqa bo'lar ekan? Balki kommentariyalarda o'zingizlarning fikringizni bildirarsizlar.